Yaxshi niyatda dekabr oyida umra ziyoratiga boraman degan hoji ota, hoji onalarimizga mana shu videomizni jo'natib qo'yasizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Centrum Holdings ashaddiy obunachilari. Bugun biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan litsenziyaga ega Centrum Holdingsga yetib kelganmiz. 2025-yil dekabr oyi uchun umra narxlari qanchadan bo'lyapti va qaysi kunda reyslari bor? Shular haqida batafsil Nizomiddin hoji akamizdan ma'lumotni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Hoji aka, biz obunachilarimizga 2025-yil dekabr oyida qaysi kunlarga reyslar bor? Undan tashqari sharoitlari qanday? Mehmona masofalari qanday bo'lyapti? Undan tashqari oziq-ovqatlari qanday bo'ladi? Shular haqida ma'lumotni berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holidays obunachilarimiz, hurmatli vatandoshlar. Xo'p, bizda hozirgi kunda 2025-yil dekabr oyiga ochiq deb e'lon qilamiz. Dekabr oyiga qabullarni boshladik, xudo xolasa. Xo'p, bizda hozirgi kunda umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makka da bo'ladi. Hozirgi kunda dekabr oyiga Farg'ona, Andijon, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlaridan reyslarimiz bor, primoy reyslarimiz bor. Toshkent Madina, Toshkent Jidda, Farg'ona Madina, Farg'ona Jidda hamda Namangan Jidda, Andijon Jidda yo'nalishlarida reyslarimiz bor. Qaysi kunlarga reyslarimiz bor ekan? Xo'p, bizda hozirgi kunda Vodiydan haftasiga 2 marta reyslarimiz bor. Toshkentda esa har kuni kunora reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishaversin. Aka, u yerda mehmona masofalari qanday bo'ladi? Xo'p, bizda hozirgi kunda Madinadagi gostinitsalarimiz oraliq masofalari 150-200 metrda joylashgan. Makkadagi gostinitsalarimiz oraliq masofasi esa 1-1,5 kilometrda joylashgan. Oziq-ovqatlari, undan tashqari shifokor xizmatlari ham bormi? Albatta, oziq-ovqatlarimiz o'zbek milliy taomlarda bo'ladi. Xo'p, Madinada 2 mahal o'zbek milliy taom, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlarimiz bo'ladi. Albatta, O'zbekiston povurlarimiz tomonidan bo'ladi. Albatta, ayol, erkak shifokorlarimiz ham bor. Qo'shimchasiga o'zlarining doimiy iste'mol qilib turgan dorilar bo'lsa, o'zlari bilan olib olsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushunarli. Aka, ibodatdan tashqari Madina va Makkada qayerlarga ziyorat va sayohatlar qilinadi? Xo'p, bizda ziyoratgohlarimizga Madinada Qiblatayn, Uhud tog'lari, Qur'on bosmaxonasi, xurmo bog'larida oshlarimiz, kechki pikniklarimiz bor. Xo'p, Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz sayohatlarimiz ham bor. Tushunarli. Eng kulminatsion nuqtasi narxlari qancha bo'lyapti hozirgi kunda? Xo'p, narxlarimiz 1-dekabrdan 7-dekabrgacha $930 dan chegirmaga e'lon qilganmiz. Ulgurib qolsin, tayyor boraman deb niyat qilgan insonlar bo'lsa, shu videoda o'sha niyat qilgan insonlarga jo'natib qo'ysin. Xo'p, 7-dekabrdan 20-dekabrgacha bo'lgan masofadagi sanalarimizga $1100 dan deb e'lon qilamiz. Hoji aka, har bir reyslarimizda 50 boshlarimiz birgalikda hamrohlik qilishadimi? Albatta, har bitta reyslarimizda 50 boshimiz aeroportdan boshlab kelgungacha 14 kun mobaynida safarlarida ham, ziyoratlarida ham, ibodatlarida ham birga hamrohlik qilishadi. Tushunarli. To'lovlar qanday bo'ladi? Xo'p, to'lovlari bizda 12 ta viloyatdan ko'rayotgan bizni hamyurtlarimizga to'lovlarimiz quyidagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qilsa yoki Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsa, onlayn ham xizmat qilamiz. Bizga bir dona shu Zagram pasportlarni taqdim qilishadi. Qolgan to'lovlarini karta yoki bank shot raqamlarini tashlab beramiz. Bemalol to'lovlarni amalga oshirsa bo'laveradi. Obunachilar, adashmasak hamma ma'lumotlarni berib o'tdik. Kimda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozishlaring mumkin. Xudo xolasa keyingi videolarimizni to'ldirishga harakat qilamiz yoki bo'lmasa ekran pastiga qo'yilgan telefon raqamlariga aloqa chiqib batafsil ma'lumot olishlaring mumkin. Hoji aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat, charchamang. Rahmat, sog' bo'linglar.